Buyoqqa cho'l, shamol. Indergacha xudo xolasa yeta olamiz. Muhim harakatda to'xtaganim yo'q. Olg'a faqat olg'a. To'xtab qolish yo'q. Azobrachilar cho'lda. Tamam. Aslında bo'g'irlarimiz to'xtab, nima yordam deb xola hol so'ramay to'xtab turibdi. Assalomu alaykum. Alaykum assalom dedi. Assalomu alaykum. Alaykum salom. TikTok'da Instagram. Из Санкт-Петербурга на Узбекистан сегодня. 40 теней. Да. Атыңыз берген. Жалғым. Нет. Не знаю, это. Olg'a o'zingiz. Va bo'g'irlarimiz. Alloh rozi bo'lsin. Bizalik to'xtab. Xudo xolasa Avlo Indergacha 34 kilometr. Mag'abetgacha 145, atrofgacha 212 kilometr qoldi. Dali emas. Kun issiq. Shamol bo'lib yotibdi. Shamolga qarshi. Xolasa Alloh taolo kuch-quvvat berib turibdi inshaalloh. Yo'q turgan, ishlashga qo'llab turganlardan Alloh rozi bo'lsin. Agar davom ettiryapmiz azizlar. Cho'lni cho'l demanglar. Shamol to'xtab qolar. Bas. Yo'l davom etamiz, taslim bo'lmaymiz. Shu tomonga qarab. Mana Shabdar chap ketib ketdik buni. Shabdar shabu. Sizlar shu yerda kichik bir qishloq bor ekan mana sizlar. Ko'rsaganlaringizda. Yog'i shamol. Ya Allohim o'zingga shukr. Mana bir 30 kilometr yurishimiz kerak bo'lsa. 30 kilometr qoldi. İnşallah yetib olamiz. Shabdar Jab degan joyda ekanmiz, ovulda. Ay Alloh, charchadim ekan. Harakat qilmasak bo'lmaydi, bo'lmasa ko'chada qolamiz. Qo'ylar, mollarmi bilmadim lekin. Qo'y bo'lsa kerak menimcha. Yo'l oldik azizlar. Atrol oblastiga mana Xudo xolasa inshaalloh mana hozir o'tamiz. Atrol oblastiga o'tyapmiz hozir. Mana ko'l. Bag'man kelyapti. O'zbekistonlik akamiz furada o'tib ketyapti. Mana hozir 7 metr, 8 metr yursam, bora 10 metr yursam, Atrol oblastiga o'taman azizlar. Uralskidan. Ya Alloh, alhamdulillah, bizga hamd sanolarimiz.
Mana uylar ko'rinyapti. Inshaalloh. Endi yerga ozroq qoldi, xudo xolasa azizlar. Like, kommentariy kutaman azizlar. Ya Allah. Jon qolmadi-da. Ha, olg'a xudo xolasa Inderga qarab yetib olaylik endi. To'g'risini aytadigan bo'lsam, boya abitlanib turgan joyimda soat 3:40 da chiqdim. 61 kilometr ko'rsatib turdi. Bora hozir 40 kilometr yurib qo'ydim. 50 kilometr yurdim-da. 50 kilometr, 11 kilometr ko'rsatyapti Indergacha hozir 11 kilometr. Shunda 50 kilometr yurib qo'yibman. Soat 7 dan 10 minut o'tyapti azizlar. Hoppa, meni shamol bo'lsa ham qattiq yurib qo'yibman. Lekin charchadim, chunki nimagaki shu yoqqa yetib olmasam bo'lmaydi deb harakat qildim. Samarasi mana, alhamdulillah, quyosh botmasdan ertaroq yetib keldik azizlar. Hurmatli kuzatuvchilar, hozir odatda yo'lda bu yoqqa ko'rmasdim. Men hozir ichkariga kirdim. Negaki mana yosh bolalar bu yoqqa kiring deb chaqirib qo'ymadi. Bovurlarim, bunday bir ko'mak kerakman. Assalomu alaykum. Qalaysiz borim? Ne bo'ldi o'z? Vay, bu telefonni olsa shu yerdan. Ne bo'ldi borim? Chiqib chiqdingmi? Yo'q. Ha? Yo'q. Ne qilyapsan? Ating kim sening? Ersulton? Mening atim Javlonbek. Mansur, ne bo'ldi Mansur? Yiqildingmi? Og'riyotirmi bir yering? Joyimi bari? Qo'ynat bag'asinmi? Yo'q. Bunisi mi? Bazar jo'g'i. Mana aziz kuzatuvchilar, shu qo'ynab o'tdi. Ikki yosh bola. Necha yashasiz? 10. Vay, krasavchik. 5 ta. Молодцы, bratishka. Ne, suv beraymi? Yo'q. Suv ichasizmi? Basing og'riyotgan bo'lsa dar bering. Ana aziz obunachilar. Sen meni ne chaqirding unda? Ko'k endi ko'rib. Ha, menimi? Maşallah. Javlonbek mening atim. Tanishgandan qonishdaman. Sen qonishdasanmi? Yo'q. Ba'zir. Instagram bormi ne? Maşallah. Videoga tushirdim-ku. Instagram qo'ysam rozimisan? Rozimi? 30 ming odam like bosadi sаған. Ating жақсы aytchi? Ersulton. Ersultonga like bosib, kommentar yozib qo'yingchi bo'g'irlarga. Maşallah. Deseylar mana kechqurun soat 8 dan o'tdi. Akalla ovuldaman. Akalla ovuliga kelibmiz azizlar. To'g'ri borsangiz Akalla ovuliga kirib ketasiz. Yo'da mashinalar nimagadir to'xtab qoldi. Legendamiz mana turibdi azizlar. Va xolasa 3 kilometr to'g'riga yurib 7 kilometr ichkariga kirishimiz kerak-ku. Mana shu bir ko'rib turganlaringizda mana shu mana shunga kirishimiz kerak-da. Borimiz qo'lga tarqayib Akalladan. Ya bu alohida o'g'il. Azizlar, Akalla alohida. Indir mana, Indir alohida ekan. Ana
Bismillah deb yo'l oldik azizlar. Quyosh botmasdan turib kirib olsak, inshaalloh yaxshi bo'ladi. Hech hammangizga azobunachilar, shu desanglar mana men o'zim to'g'risi hozir nima deyishga tilim lol. Indirga yetib keldim. Indirga yetib kelishim bilan menga hozir sразу telefon bo'lib, WhatsAppdan ko'kaklarimiz yordamga ko'makka kelyapti. Deb men hayron qolganim, Instagramdan, Telegram nomerimni olib, Telegramdan, WhatsAppdan yozib, mana Atroda ham, Indirda ham Erisxon ko'kaga kattagan rahmat ulkan. Ko'maklashib Abdush katta rahmat. Azobunachilar ishonmaysizlar, hozir mana bir odam kelib shu yerga men hozir boryapman deb shu yerda turibdir deb nima yordam, nima xizmat deb kelyapti hozir. Shu ulardan video olamiz. Eng avvalasi men juda ham hayronman. Rahmat Qozog'istonlik bo'g'irlarimizga, birtug'onlarimizga. Alloh rozi bo'lsin. Birlashgan azobunachilar, kuzatuvchilar Indir hokimiyatida yo'lda mana bolalar sayilgohi Sankt-Peterburg shahridan O'zbekistongacha bo'layotgan velo sayohatimizning 40-kuni azizlar. Shu bilan bir qatorda Erjon ko'kaga kattakon rahmat Qozog'istonlik bo'g'irlarimizdan. O'z minnatdorchiligimni bildiraman. Erjon og'a, sizga kattakon rahmat. Yo'q, bo'g'irimiz kutib oldi. Aka, atingiz kim? Baxtbergen. Baxtbergen, mening atim Javlonbek. Javlonbek. Xush keldingiz. Xush keldingiz. Qanday жұмыстасыз? Kulturdammi? Kulturdimmi? Xush kelibsiz Indirga. Indirga. Qozog'istonlik bo'g'irlarimiz kutib olib, hozir uyiga qo'noq olib ketyapti. Alhamdulillah, Allohga shukr. Bariga ulkan rahmat. Azobunachilar, kommentariyada o'z fikringizni kutaman. Kechki sayilgoh. Kechki sayildan chiqib. Azobunachilar. Bu Indir hokimiyati. Shu yerda sentri yoq qarab hozir harakatlanamiz. Xudo xolasa vakimiz bilan bugun dam oladigan bo'ldik. Hamma sayohatimizni mana Sankt-Peterburg shahridan O'zbekistongacha bo'layotgan velo sayohatimizni 40-kuni azizlar. Xuddi mana shu yerda o'z yakronini topadi. Hammaga xayrli kech, yaxshi dam olinglar. Eng muhimi bexavotir joydaman azizlar. Atrov oblasti Indirdaman, Indir tumani rayon.